amalga oshirdi bu uzatmani. Uslubi shunaqa ekan, bo'sh nuqtaga qarab to'p oshirish Muqimjonovni. Endi Chiranga atalgan pas va o'tib ketyapti. Dragan Chirran barchani ortda qoldirib, Nasafni hisobda oldinga olib chiqmoqda do'stlar. Tajriba o'z so'zini aytdi. Qiyin o'yinda Nasaf hisobda oldinga chiqib oldi. Chirran qiyin paytda 78-daqiqa hammasi joyida deb hisoblayapti. Mana. Hop, sapchidi. Do'stlar, darvozabon bilan himoyachini uchrashtirib, o'zi qochib ketyapti Chirran. Mana. Bu yerda Papava bilan Javohir Ilyosovni bir-birini tushunmasligi natijasida Chirran bu yerda boshi bilan to'pni bu tomonga olib o'tib, Javohirni tezligi yetmadi. Endi u ancha o'tib ketib qoldi-da, Javohir mana qaytib olib yugurdi, lekin ulgurdi. Chirran ham olib kelib, keyin to'pni darvozaga kiritdi. Birdan tepdi. Xato qilishdan